sizlarga o'xshagan yosh oilalar kelin bola umr yo'ldoshlaridan, ya'ni kuyov boladan so'rabdiki, "Begim, men siz uchun kimman?" deya savol berganida, kuyov bola ayollariga qarab, "Sen meni jannatimsan?" deya javob berdi. Kelin bola yana qaytadan shu savolni berdi. "Siz tushunmadingiz. Men siz uchun kimman?" deganda, "Sen meni umr yo'ldoshimsan, sen meni jannatimsan" deya javob berdi. Kelin bola yana yoshlik, balki qiziqonlikdir, yana savolida davom etibdi. "Nega unda oyijonim, ya'ni oyijoningiz ro'zg'or ishlarida ozgina xato qilsam, kamchilik qilsam, meni koyisalar, urishsalar, siz indamaysiz" deganlarida, "Jannat onalar oyog'i ostidadir. Sen meni jannatimsan" deya javob bergan ekan. Iloyim hamisha kelin bolamiz onalarimizni hokpoylarni olib xizmatlarini qilsin, kuyov bolamiz uchun jannat yo'llari bo'lsin. Baxtlilarni ota-onalarimiz faqat baxtlarda, rohatlarda ko'rib yurishligini so'raymiz. Ana endi guldastalarni berasiz. To'xta, kelin bolamiz rangiga qarab beringlar-da. Mana bu kuyov bolaga. Onajonlarimizga guldastalarni taqdim etasiz. Kuyov bola marhamat. To'rt shirinliklarni olib qo'yishingizni iltimos qilamiz To'g'ri xonimlardan. Tashakkur. Onajonlar sog' bo'lsin. Gulros davomiy qarsakinglar bo'lsin. Ana endi kuyov bola siz to'g'ri turdingiz. Onajon siz yaqinroq turasiz. Otajon siz onamiz oldiga o'tib olasiz. Iloji bo'lsa agar bugun fon bilan yozsak, bu tomonga qarab tursin. Hammamizning xabarimiz bor, eshitganmiz. Qizil bobomizni bosh barmoqlaridan mahkam ushlab, faqat farzandlarning baxtlari uchun, farzandlarning kamollari uchun Qizil bobomizdan yaxshi niyatlarni so'raganda, Qizil alayhissalom shunday javob bergan ekanlarki, "Ey onaizor, ey mehribon volida, farzandlar kamoli uchun sen Xudodan so'ragin. Men amin deyman. Zeroki onalar yaxshi niyati oldida Qizil alayhissalomda yaxshiliklari ham kamroq degan ekan. Mana shunday yuksak duolarni onajonlarimiz ikki og'iz kelin-kuyovlarimizga bildirib qo'yadi, tarixlarga muhrlab qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, yuqorida bilan gaplarni hammasiga qo'shilaman. O'g'lim bilan kelinim qo'sha qilsin. Ey yomonliklar mana shunaqa bo'lsin, hammamizni mana shunaqa to'ylarga yetkazilsin, hamma havas qiladigan kuyovlar bo'lsin, bularga baxtliman, qo'sha qilsin. 100 yoshga kiring, 100 yoshga kirganingizda nabiralar shunaqa ko'p bo'lsin, bir-birini ismlarini adashtirib qo'yib yurish nasib qilsin. Yaxshi niyatni bildirib qo'yasiz onajon, marhamat. Jahonda eng oliy ne'matdir farzand. Farzand bilan bo'lib yolg'iz joningga payvand. Farzand bilan to'lib mavsuling jomi, farzand bilan qolib har kunning nomi. Farzandlarimiz Nargizaxon va Shohruxjonlarni barcha misol oqshomi bilan samimiy muborakbod etaman. Butun O'zbekistonimizdagi eng namunali, ibratli oilalardan bo'lsin deyman. Barchamizga farzand kamolini ko'rish baxti nasib etsin deyman. Bo'lsa bo'lmasa ustozsizlar. Mehri nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar, yursam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar. Mehmonlardan ming bor uzr so'raymiz. Bugun video tasma uchun, tarix uchun, fon uchun sizlardan foydalandik. Guvohlik unvonlari bilan tashrif buyurganinglar uchun sizlarga orqa turib qolganimizga bizdan xafa bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Yaxshi chiroyli chiqsin deb mana shunday tashkillashtirdik. Ana endi adashmasam kelin bola yuzlarini yopdilar. Birinchi salomlarni yaratganda qaras kalomlarini ota-onalariga solib qo'ysalar kerak menimcha. Qabul qilasizlar kelin salomlarni. Baxtli bo'linglar, ko'p tashakkurlar. Nomazdan hamisha chiroyli mana shunday bo'lishlarni xohlayman.
ota-ona faqat farzandlarining baxtini, kamolini ko'zlaydi. Baxtli bo'linglar, salomat bo'linglar. Bergan sutinglarga, qilgan mehnatinglarga farzandinglar uchun rozi bo'lasizlar. Kelin-kuyovlarimizga ruxsat beramiz. O'zbek shunaqa buyuk xalqki, onajon. Farzandimiz 3 yosh bo'lsin, 5 yosh bo'lsin, mana shu otamiz yo onamiz sizlarni oldinglarga kelib, buni kelin-kuyovlarimizga ruxsat beramiz. Shu otamiz, onamiz sizlarni oldinglarga kelib, shu kelinimiz 3 yoshligida, 5 yoshligida 1 kilo tillo beraman, shu qizingga menga bergin desa berarmidingiz? Bermasdingiz. Shuncha tunlar bedor o'tkazib, oq yuvib, oq tarab, halol peshona terilar bilan voyaga yetkazib, 1 kilo tillo bilan bugun kutiryapsizlar. Bu o'zbekning buyukligi, mehnatinglarga rozi bo'linglar. Qo'sha qarasin, baxtlarini, rohatlarini faqat baxt rohatlarida ko'rib yuringlar. Guldastalarni, kerak omonatlarni vaqtinchalik olib turasiz. Sizga mana shu o'g'il to'ylari ko'rishlik, singlimizni uzatishlik nasib qilsa, gulroz qarsaginglar bo'lsin. Yaxshi niyatlarni bildirdik, shirinliklarni yedik, yaxshi tilaklarni bildirdik. Salomlarni qabul qildik. Bugungi kecha o'zgacha bo'lyapti. Men buni ishonch bilan ayta olaman. Ana endi xudochilik 1000 yilchilik bo'lsin. Qo'linglarni baland ko'tarib, go'zal kuylarimizga, go'zal qo'shiqlarimizga xirom aylab berasizlar. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat. Faqat oxirigacha qo'lni baland ko'tarib, to'y-to'yday bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Go'zal kuylarimiz, go'zal qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Marhamat. Acayip, 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 acayip,